Aytalsang, boshqargin. Yoshlarimiz qayerga qarab ketyapti? Oxirgi imkoniyatim qolmagandan keyin urushardi. Yo'q, o'g'lim, unchalik emas. Yurtimiz taraqqiy etyapti. Georg Wilhelm Friedrich Gegelni shunday xalq, ey mo'minlar, halol topganingizni bergan ham uni joyitimizdan agar men bitta duo olganimda Bu Alisher oxirgi paytda boyoqchi ishi yurishmaydi. kengaytirilgan takror ishlar hamma narsani aql bilan вечный dvigatel kerak, omborlarimiz gazga to'lish kerak. Ishlab chiqarayotgan namanganlik akalarimiz, vodiylik, farg'onalik, andijonlik, butun o'zbekistonlik akalarimizga assalomu alaykum. Xalq gapirsin YouTube kanali obunachilari. Omonmisiz azizlar, qadrdonlar? Biz Qashqadaryo tumani G'uzorda bo'ldik va u yerda ishlab chiqarish shu akamiz, Anatoliy akamizni juda ko'p bahs muzokaralar bo'ldi. Izohlar yozdingiz. Barchangizga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Va bu yerda mashina traktor parki Qo'ychirchiq tumani yozda olgandik. Avgust oylarida. Hozir ozgina obod ishlar bo'lgan va bu yerdagi temirlar yo'q bo'lgan. Bu yerdagi temirlarni kimlar sotib olgan va shu o'rinda bir narsani ham aytib o'tib ketay. Mana shu Qo'ychirchiq tumanida yagona bo'lgan BTR texnikalarini, og'ir texnikalarni tushirib biladigan katta bu yerda bashinni kran deydi. 60 tonna, 80 tonnalik tushiradigan BTRni tushiradigan shunaqa qudratli temirlarimiz relsi bilan yo'q. Bu akalarimizdan ozgina ma'lumot oldim va shu o'rinda hozir sizlar bilan bu yerda bo'lgan qancha o'zgarishlar u aytaylik qancha obodonchilik, bu yoqlarda tekstillar qurildi va shu o'rinda yana bir jihatga, yana bir insonga e'tiboringizni qaratib o'tib ketishingiz kerak. Sirdaryo viloyatidan kelgan, tashrif buyurgan va hozir yoshlarga o'rnak bo'ladigan yaxshi bir insonimiz bor. U inson bilan hozir birin-ketin mana shu videoni oxirigacha ko'rsangiz tanishamiz, fikr almashamiz, yoshlarga o'rnak bo'luvchi yaxshi bir inson bilan tanishamiz azizlar. Xalq gapirsin YouTube kanalini ko'ryapsiz. Birgina like, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Biz boshladik. Assalomu alaykum. Tanijonis salom. Alaykum assalom. Yaxshi kelib oldingizmi? Rahmat. Qo'ychirchiqqa tashrif buyurganingizdan boshimiz osmonga yetdi, to'g'risi. Rahmat. Ustoz deb sizga murojaat qilaman. Ismi sharifingiz, qayerdan kelganingiz tanishtirsangiz. Qodirov Rustam Jumayevich, Sirdaryo viloyati, Sirdaryo tumanidan kelganman. Hozirgi paytida men Rustam kichik korxonasida ishlayman. O'g'illarga topshirganman, lekin uchreditelь bo'lib ishlab turibman. Lekin shu paytgacha men Sirdaryo tumanida hokim o'rinbosari vazifasida